Hammasi hal bo'ldi. Eron jahon chempionatida ishtirok etadi. Futbol bo'yicha Eron milliy jamoasi AQSh, Kanada va Meksika mezbonligidagi jahon chempionatida qatnashadi. Bu haqda FIFA prezidenti Gianni Infantino ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron guruh bosqichidagi o'yinlarini AQShda o'tkazadi. Infantino Vankuverdagi kongressda dunyo futbol orqali birlashishini, tashkilotning ham mas'uliyati odamlarni birlashtirishdan iboratligini ta'kidladi. Qayd etish kerak, AQSh va Isroilning Eronga hujumi ortidan mamlakat sport vaziri Ahmad Dunyamoli futbol bo'yicha milliy jamoaning mundialda qatnashmasligini e'lon qilgan edi. Keyinroq esa Eron futbol federatsiyasi rahbari Mehdi Toj mamlakat bosh jamoasi mundialda qatnashishini, biroq FIFA bilan jamoa o'yinlarini Meksikaga ko'chirish masalasi muhokama qilinayotganini aytgan edi. Ma'lumot uchun, Eron milliy jamoasi 2026-yil jahon chempionatining G guruhidan o'rin olgan. Eronliklar Belgiya, Misr va Yangi Zelandiya bilan guruhdan chiqish uchun kurash olib boradi. Jamoaning barcha o'yinlari AQShda o'tkazilishi belgilab qo'yilgan.